Xorijdan shuncha pul yig'ib kelgan oq ko'ylaklar hammasi bekor o'tiribdi. Bu ishchi degani esa kech kelishdan nariga o'tmaydi. Menga qara, reklama qilishga yo uddalaysan yo ishdan bo'shaysan. Dugoningni energiya berasanmi? Qarindoshingni to'yini majburlab qildirasanmi? Klient topasan. Tushundingmi? Voy, opa mayli. Bu oq ko'ylakni nima kiyib oldingiz? Reklama qilish uchun. Shular, menga kerak deb yoz. Jizzaxda go'zallik salonidagi to'xtab qolgan ishini yurgizib yubormoqchi bo'lgan ayol tanish blogeri bergan maslahatdan keyin mana shu tomoshani o'ylab topdi. Ana bu yerga sharmandalik. Buni qara. Bu nima bu kerak deb. Bular kerak ekan. Yo'qmi bo'ydoqlari? Ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan ushbu videoda siz bir guruh qizlarning kelinlik libosida kerak deya yozilgan reklama qog'ozlarini ko'tarib olganligini ko'rishingiz mumkin. Bizga taqdim etilgan ma'lumotlarda aytilishicha, holat Jizzax shahri Xalqobod mahallasi hududidagi Eski shahar dehqon bozori ro'parasidagi go'zallik saloni rahbari hamda uning tanish blogeri tomonidan tashkil etilgan. Mazkur holat darhol Jizzax viloyati oila va xotin-qizlar boshqarmasi tomonidan nazoratga olingan hamda zudlik bilan jarayonni to'xtatib, qizlarga va go'zallik saloni rahbariyatiga jamiyatda yurish-turish qoidalariga amal qilishi, milliy qadriyatlarni hurmat qilishi yuzasidan tushuntirish ishlari olib borilgan. Afsuski, shunga o'xshash holat nafaqat Jizzaxda, balki respublikamizning boshqa hududlarida ham tez-tez bo'lmasa-da, ammo quloqqa chalinmoqda. Aslida o'zbek qizlarining yorug' yuzini, iboh hayosini aks ettiruvchi bu liboslar bugun ularning sha'nini bulg'ayotgani achinarli. Har kimning farosati o'zi bilan bo'lganiga nima yetsin, essiz.